G'arblik akademiklar Xitoyni yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarni qo'yib berishga chaqirdi. Amerika New-York universiteti qonun fakultetining boshlig'i professor doktor Konjerong bilan Avstraliyaning Sidney shahridagi Macquarie universitetining o'qituvchisi, Xitoy tadqiqotchisi Kevin Karyuko birlikda bir ochiq xat e'lon qildi. Maktubda Xitoy va dunyoning har qaysi joylaridagi oliy maktablarda faoliyat olib berayotgan akademiklarga chaqiriq qilindi. Maktubda yana akademiklardan sukutni buzib, Xitoyning Uyg'ur diyorida tarbiyalash markazi nomida ochgan yig'ilish lagerlarining taqilishi, bu lagerlarga qamalgan soni 1 milliondan 3 milliongacha ekanligi mo'ljallangan Uyg'urlarning qo'yib berilishi uchun Xitoyga chaqiriq qilish talab qilindi. Uyg'urlarning yig'ilish lagerida qonunsiz qo'lga ilinib zulmga uchrashini to'xtatish uchun inkos qaytarishga chaqirdi. Sharqi Turkistondagi zulmlarga diqqat tortish uchun Xalmurat Uyg'ur boshlagan erkinlik karvoni safarini davom qilmoqda. Gollandiyaning Amsterdam shahriga yetib kelgan Xalmurat Uyg'ur va hamrohlari Gollandiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'urlar bilan birga Gollandiya xalqiga Sharqi Turkiston xalqining dardini anglatdi. Shvetsiya ko'chmanlar idorasi panohlik talabi rad qilingan Uyg'urlarning zulm va tan jazosiga uchrash ehtimolligini ko'zda tutib, ularning Xitoyga qaytarilishining to'xtatilganligini e'lon qildi. Shvetsiyada panohlik talabi rad qilinib, Xitoyga qaytarish xavfiga duch kelgan Uyg'urlar haqida yangi bir qaror chiqarildi. Ko'chmanlar idorasining bayonotida Xitoyda zulm va tan jazosiga uchrash ehtimolligi bo'lgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish qarorining bekor qilinganligi bildirildi. Bayonot yana nurg'un xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining doklatiga asoslanganda, yaqindan buyon Xitoyda Uyg'urlar uchun ahvol texmi yomonlashdi deyildi. Kanada hukumati Aung San Suu Kyi'ga berilgan faxriy fuqarolik unvonini Bermaning Arakan rayonidagi zulmga sukut qilganligi sababli amaldan qoldirdi. Kanada parlamenti Aung San Suu Kyi'ga berilgan faxriy Kanada grajdonligini Rohingya musulmonlari ustidagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi unumli tadbir ololmaganligi uchun bekor qildi. 2017-yili berilgan faxriy fuqarolik unvoni ovoz birligi bilan amaldan qoldirildi. Bu yil may oyida G'azzodagi uzun muddatli urush to'xtatish masalasi haqida maxfiy uchirish elib bag'anligi haqidagi qarashlarga inkos qaytarmagan Misr va Isroil taratqullari bu qitimqi uchirishni axborotga oshkorladi. Isroil bosh ministri Netanyahu Misrda harbiy o'zgarish orqali taxtga chiqqan sessiya bilan ko'rishdi. Netanyahu Misrning O'rta Sharqdagi roli va terrorlikqa qarshi kurashdagi tirishchanligini maqtadi.